Salom do'stlar. Yangi bot ishga tushdi do'stlar. Bunda samolyot sotib olamiz $5 ga. Tekin yo'lga ham bor, tekinga sotsa ham bo'ladi. Buning uchun biz bir boshdan ko'rib chiqaylik. Ikkinchi bo'limda mining ishga tushiramiz. Uchinchi bo'lim referral chaqiramiz. Mana shu aytayotgan bo'lim orqali biz tekinga ishlashimiz mumkin. Bu qanday? Referral chaqiramiz. Mana bu yerda vazifalar bor. Bitta referral uchun 10 sent berar. Keyin bitta sotib olgan samolyot uchun aktivlashtirsak, samolyotni aktivlashtirsak 0,25 sent berar ekan. Bu yerda guruhiga a'zo bo'lamiz. 10 sent beradi. Keyin kanali bor. Kanaliga ham a'zo bo'lsak, yana 10 sent beradi. Kunlik nimasi bor? Vazifasi bor. Har kuni kirganimizda shu vazifani bajaramiz. Bizga 50 sent berar ekan. 7 kun davomida berib turadi. Keyin bu yerda yana vazifasi bor. Har bir chaqirilgan referral uchun 1 sentdan yana qo'shimcha berib turadi do'stlar. Bu yangi kiringlar, ishlab olinglar do'stlar. Bu haqida ma'lumot shu edi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bu to'lovda